mana balu keldi. Ol o'rta. 5 ta seni tushirib bo'lganingizdan keyin menga telefon qiling, o'rtoqlarim bilan edim. Chalg'iga yutkazadi lekin aytib qo'yay. Bo'pti. Xo'p. Voy. Iya, qolmabdi-yu. Oling, boshini oling, bosh bo'y yurasiz. Chalg'ish kerak emas edi, og'ayni. Men boshini yemayman-da. Ol shirin bo'ladi. Yo'q-e? Hey, nima bo'ldi? Badriddin. Tinchlikmi? Sizlar bemalol yeb turinglar. Men hozir. Hey. Bitta baliga xafa bo'ldimi hozir? Yeb turur xos kelaman. Hey. Voy, shunda ovqatni, ya? Hey. Menga qara o'rta. Bitta baliqqa xafa bo'lsanmi? Hozir boshqasini yettirib olamiz o'rta. Qo'ysang-chi. Baliq emas o'rtoq. Unda nimaga? Bolaligimda otam uyga baliq olib kelardilar. Hammamiz talashib, tortishib yurdik. Oxirida bitta boshqa olib ketardi baliqni. Otam o'shanda baliqni eng shirin joyi boshi bo'ladi degandilar. Otam bizni aldagan ekanlar. Baliqni boshida go'sht bo'lmas ekan, o'rtoq. Jasorat nima bilasanmi? O'z nafsini tiyib farzandini to'ydirgan otadir. Otalar shunaqa bo'ladi. Kel.